Bu kunda biz 34 yil kutganmiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sizlar tarixni allaqachon yaratib bo'ldilar. Oldingizda turgan muhim uchrashuvlarda ortiqcha bosimsiz, hech kimdan hayiqmasdan boringizni berib o'ynang. Har bir to'p uchun, har bir vaziyat uchun, maydonning har bir qarishi uchun oxirigacha albatta kurashasizlar. El yurtimiz sizlarga ishonadi, prezident ham sizlarga ishonadi. Ana shuni hech qachon unutmanglar. Yaşasın O'zbek futboli, yaşasın yangi O'zbekiston yoshlari, yaşasın bunyodkor O'zbekiston xalqi.